Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, bilasizlar, o'sha salomatlik ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni men faqat sizlarga ilinamanda. Endi u boylikni qadriga yetgan inson biladi. Mana shu onajonimiz bizni oldimizga bir hafta oldin kelganlarida, bularda shu sahrdan aziyat chekardilar. 19.7 mana shunaqangidan tushmasdi daji. Shunaqangi ixloslari endi o'lib bo'lgandiki, onajonimni endi dori-darmonlar qilib jahl ustida oldimga kelgandi bir hafta oldin. To'g'risida endi baqa kelishdan oldin qo'shnilardan eshitib kelgan. Endi mana sahrlarda ham kelyapsa, mana taktugi bilan kelyapsa, tomiri bilan yo'qotib yuryapmiz. O'sha qondagi glyukozani shunaqangi parchalab yo'qotib yuryapmizki, o'sha insonlar mana Allohning iznidan kerak bo'lsa, mana novotami ichyapti, ashalami ichyapti, yana nima diyeta ham qilgan yo'q. Hayotdan zavqlanib yashayapti. Bo'ldi, sahrda ko'mib qo'yapmiz yerga desam ham bo'ladi. Onajonim, assalomu alaykum. Shu meni oldimga kelishdan oldin necha yil shu dard bilan olishib yurdingiz? Endi o'zi ichgancha bo'lgan yo'q, 1 yil bo'ldi-yu, lekin tushmadi-da sahrim. Umuman tushmadi, 19 dan oshib ketdi. Parhez qilyapman, dori ichyapman ham hech ham tushmadi. Osh yemadi-da, kartishga yemadi-da. Hamma yo'qdan chiqarib yuborishdi. Cheklovlar katta bo'lib, parhezni qattiq qilishdi. Hammasini aytgan qildim, o'shani ham tushmadi. Endi sizni eshitib, YouTube'dan ham ko'rdim, ko'rib vaqtarib keldim. Kelib bir hafta bo'ldi. 6 kun ichdim, xolos 6 kun aytganingizni qildim. Mana 7.4 ga tushdi. 7.4 ga tushib qo'yibdi mana. Mana shu ekranda mana ko'rsatdik, mana bir haftada 7.4 ga tushirib qo'yibdi. Qaranglar mana. Mana shu bizning mahsulotimizni iste'molini qilib Allohning izni bilan. Hozir kelib shu gapni gapiruvdi. Dedim, to'xtadim, bitta syomka qilamiz dedim, opamga dedim. Bu endi bizning meni mehnatim mevasi sizda, to'g'risidan. Endi hozir mana Xudo xolasa parhezlardan nima qilyapsiz? Parhez qilmayapsizmi hozir? Yo'q, parhez qilmadi deysiz. O'sham yo'ringda deysiz. Hamma yo'q deyapman. Aytganingizni qilyapman. Boringizga shukr mana. Dorini ham ichmayapsizmi aytganimdek? Mana dorini ham mana tashlab yubordilar bir haftada. Mana shu olib bordingiz, shu dorini ichmadingiz. Shu bilan shu aytganingizni qildim. Dushanba kelgan bo'lsam, seshanbadan ichishni boshladim. 6 kun ichdim xolos. Mana ko'rib turibsizlarmi azizlarim? Nima deyapman men? Ko'pchilik aytadi, sahr davosi yo'q, boshqa yo'q. Mana bittasi kelibdi-da, obrukni bitta yosh, katta chol. Bunday qarab turmanga sahrda hech qanaqa davosi yo'q-ku, kimni qulog'iga tepyapsan deb, mashatdan to'g'risi ash gapni gapiruvdi, aytdimki, siz uchun davosi yo'q bo'lsa dedim, men uchun davosi bor dedim. Qatdan eshitgansiz, nima davosi bo'lganda shu paytgacha hamma davolanib tuzalib ketgan bo'lardi, deyapti. Ha, bunday miyani ishlatish kerak, to'xta, buni davosini topib qo'yibdi. Tabobatdan topib qo'ydi. Tabobatdan biz topib qo'ydik. To'g'ri, meditsinadan yo'qdir masalan davosi. Oyog'ini qirqadi, boshqa bo'ladi, keyin ketyapti mana. Lekin biz unaqa qilgan yo'qmiz-da. Biz davosini qilib beryapmiz. Bizning narsamiz shuni tushundaki, qondagi o'sha glyukozlarni parchalab tashlaydi. Onajon, mana shu narsa shundan zo'r narsaki, mana qarang, ko'pchilik mana insulindan nimaga chiqaryapman? Hop, insulin nimaga oladi? Oshqozon osti bezi o'sha insulin ishlab chiqarmaydi. To'g'risida, o'shandan keyin o'sha narsani yuradi, o'sha insulinga. Endi mana u narsa kerak bo'lsa oshqozon osti bezini shunday ishlash faoliyatini zo'r qilib beryapti. Kerak bo'lsa o'zi insulin ishlab chiqaryapti insonlarda. Shuning uchun mana shu narsa kerak bo'lsa o'sha sahrni zakonniy qilib tushirib yo'qotib tashlayapti. Ekstremniy holatda ham kerak bo'lsa mana shokiy holatda turgan insonlarga ham berdik. Mana uni ham syomkasini Xudo xolasa olganmiz, qo'yamiz yaqin kunlarda. 26 ga chiqib ketgan shokiy holatda turgan, kechasi 11:30 da uyimdan borib olib ketishgan. Shu narsani ichirishdi, aytadi, mana shu inson gapirib berdi. Men hayotga yangi tug'ildim, deyapti. Men deydi, nimaga deydi? Shuni deydi, bir piyasini ichdim deydi. Mana shu yerda turgan deydi, bo'g'ib turgan narsani deydi, qandni deydi. Shunday parchalab yo'qotib yubordi, deyapti. Ko'zim ochilib deydi, o'sha kuni o'sha reanimatsiyadan chiqib ketdim deydi, uyga bordim deydi. Allohning izi bilan yaxshi bo'lib qoldim, deyapti. Onajon, mana haqiqat ekanmi? Nima deysiz shu negativlarga, onajonim? Negativlar gapirganini gapiraversin. Ixlos bilan ichsa, xolos siz aytganingizni qilsa, hammasi yaxshi bo'laveradi. Inshaalloh. Ilohim sizni ham tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, bitta duo qiling endi meni haqqimga. Amin. Rizqingiz ulug' bo'lsin. Amin. Topganlarga baraka bersin. Amin. Hamisha xalqning xizmatida yuringlar, ilohim. Hamisha Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Amin. Jonlaring sog' bo'lsin. Amin. Ishlaring rivojini bersin. Amin. Rabbana a'tina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Amin. Allohim. Amin. Ilohim, siz kabi kelgan bemorlar ham shunaqangi komil shifo topib, shunaqangi yorug' yuz bilan hammasi bilan ko'rishlikni Allohim ro'zai nasib aylasin. Amin. Allohu akbar. Endi mehnatimning mevasi bundan bor bilaman. Endi ikkinchi oy mendan sizga podarkada bo'ptimi? Mana shuni iste'molini qilib ichib, Xudo xolasa zo'r bo'lib kelaverasiz oldimga. Shunaqa gap azizlarim, kelasizlar o'sha sahr degan dardni ko'mib qo'yamiz inshaalloh.
sababini qilib avvalo. Shuni bilinglarki, ixlos yarim shifo. U yog'i Allohdan. Men ham bir ilmim yetgancha sizlarga mana tuqib aytyapman va izlanishda olamiz. Mana shu endi qarang onajonim Himolay tog'larida bo'lar ekan. Endi Himolay tog'i bilasizlar, eng yuksak cho'qqi tog'lar. O'sha joylarda mana Alloh mo'jizani yaratib qo'ygan. Shuni bilinglar azizlarim. O'limga davo yo'q, qolgan dardga davo bor. Alloh dardni beribdimi, shifosini ham shunday berib qadi. Faqat nima qilamiz biz? Sababini oqtarsak bo'ldi. Videomizga like bosib bizni qo'llab turinglar. Xizmatlaringda Jahongir Mirzo.